Akalar, ushbu videoni o'tkazib yubormasliginglarni tavsiya qilib qolardim. Nimaga desanglar, men sizlarga bitta chiroyli mana bunaqa Avatar 07 avtomobillarni tayyorlab qo'ydim. Hozir bu mashinaning narxini kamida 50 ming desa kerak deganlar adashasizlar. Bu mashinaning narxini men sizlarga oxirida aytib o'tib ketaman. Xo'p, ushbu avtomobilimiz chista elektro avtomobil, 06 ham bor sizlarcha. Ko'rasizlar akalar. Xo'p, ushbu avtomobilimiz 21 disklar bilan jihozlangan. Xo'p, lidarlari bor. Yumshoq balonlar taqilgan. İchki saloni mana bunaqa fioletoviga seri kombinatsiya qilingan, podsvetkalari bor, ruli mana bunaqa qo'ng'ir rul, katta monitori, podstakannik, беспроводной zaryadka, barlar bilan jihozlangan. Mana bunaqa o'zini avatar dizayni, mana bunaqa proyeksiyasini bu yoqqa joylashtirgan, katta monitor qilgan. Salon alkantara salon, 4 tala sidenya Abduf Abagrev massaj bilan jihozlangan. O'zini mana bunaqa yana USB portlari hamda Type C portlari bor. Xo'p, do'stlar, buni narxini men sizlarga aytaman, 49500. Ko'rasizlar. Yana sunnatiga o'tib beramiz. Bunaqa narx ko'pchilik bermagan narx beryapman. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bu avtomobil haqida uncha ko'p gapirmadim. Avatar 07 desa, hamma biladi bu mashinani. Qanaqa zo'rligini. Pul yetgan odam bu avtomobil haqida xarakteristikani dajmandan ham zo'r bilsa kerak.